Sheetdan zametga qilaylik. Sheetdan faqat UTP shuni o'ziga alohida. Alohida keladi. Shu bilan sanuzilli to'plik poli hal. Pitaniya bu уже bo'l, uni qivorasiz, o'zingizni tizimingizni qivorasiz. Oddiy освещениyani o'sha relayga, shitga, tam rozetka-mazetkangizni shitga olib kelaverasiz buni. Buni to'plik polni sezish uchun bitta kalsoni ichiga UTP olib kelib, o'tda mana shlankani tushirib, NTC dachik tushirish uchun joy qilasiz. Shundan, lekin pitaniyasini ham o'sha yerdan chiqarib. Pitaniya yo'q, hech nima. Bo'ldi, esingizdan chiqaring pitaniyasini. Faqat UTP olib keldingiz, bo'ldi. Ne pitaniya keyin tushuntirib beraman pitaniyasini. Bu keldi, mana shitdan keldi, NTC dachik mana bu uloq bo'ldi, tushib ketdi ichiga, bo'ldi. Sanuzilli uchun faqat. Faqat sanuzil uchun, qolgan xonalar uchun emas. Vodinoy bo'ladimi, elektriskiy bo'ladimi? Farqi yo'q, nima bo'lsa ham, agar elektriskiy bo'lsa, tokini ham olib ketasiz shitga. Tok elektriskiy bo'lsa bu yerda bo'lgandan keyin simi chiqib keladi-yu, uni ulaysiz-da, shitga olib ketasiz. Shitga alohida tushadi. Alohida tushadi. Alohida tushadi. U asosan uchastka-ku, Vodinoy to'g'risi gaplashyapmiz-ku. Uchastkada anaqa qilmaydi-ku. Uchastkada anaqa qilmaydi-ku. Nima edi? Elektriskiy faqat terrasasida o'tbetida qilishi mumkin, yaxlab qolmaslik uchun. Xo'p, sanuzil bo'yicha tushundingiz. Endi dachik prisustiyasi. Nima maslahat beraman? Misol uchun, shitdan to'g'ri dachik prisustiyaga keladi, 220 keladi. Bu yerdan xonada parda bo'lsa, o'shanga перемычка bo'ladi. 220 eng zo'ri varianti nimaga? Chunki bu ham незначительный tok ishlatadi, вообще juda kam, bu ham juda ham kam tok ishlatgani uchun ikkalasini bitta liniyaga o'tkazib yuborsangiz zo'r bo'ladi. Termostatda bunga boshqa varianti bor. Boshqa variant, men o'ylab ko'rgan variantim, termostat tagida rozetka bor har doim. Rozetkasi bor. To'g'rimi? Ключателingiz bor. Misol uchun ключатель bor, bunday qilaylik. Hozir o'sha termostating ключателda ham o'rniga bo'lmaydimi? Yo'q, xohlasa ключатель qo'ysin, xohlasa termostat ishlatsin. Bizani hozirgi variantda biz maksimal variantni ko'ryapmiz. Maksimal variant. Xohlasa buni keyin olib tashlayveradi. Atak termostatda ham ko'rsatgan termostatingda Hamma ishni bajaradi o'sha. 240. Ключатель ham bo'ladi. Ключатель ham bo'ladi, domofon ham bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Endi qarang, bu yerda termostatda nimalar kerak bu yerga? Bitta shtuk 220 secheniyasi endi bilmadim. 0.57 beradi.